Aziz do'stlar, biz Farg'ona shahriga keldik. Men hozir Sa'dumarxon akamiz bilan o'tiribmiz. Bizlarning hamkorimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum Sa'dumarxon aka. Alaykum assalom aka, yaxshimisizlar? Yaxshi oldilar. Alhamdulillah. Tuzummi so'zingiz? Qidalmasdan maza qilib keldik. Kayfiyatlaringiz qanaqa aka? A'lo darajada. Anchadan beri kutyapti sizlar kelishlaringni. Rahmat. Gruppalarda kuzatib turibmiz. Inshaalloh mana yonimizda o'tiribsizlar. Rahmat. O'zi bilsanglar, har bir hamkorimizni, dildirimizni bir ta'riflab ketyapmiz. Har bir dildirlarimizni o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Sa'dumarxon akamni ham bir bizga yaqin bir xususiyatlari, bizga yordamlari tegdiki, bu akamda to'la informatsiya, to'la baza bor. Nimadir brendni olib kelmoqchi bo'lsak, nimadir informatsiya bo'lsa, birinchi shu akamga tashlaymiz. Aka, mana shu brendni olib kelmoqchimiz. Shu brendning narxi qanaqa, nima deysiz desak, akada sirli informatsiya bor. Tars tashkilladi, bittada informatsiyani berib qo'yadilar. Shu tarafni men qoyil qolaman. Bu uchun sizga kattakon rahmat. Rahmat aka. Sa'dumarxon akamiz bilan o'zi 2021-yildan beri ish faoliyatini boshlaganmiz. Deyarli mana 2 yil bo'ladigan bo'lsa, lekin bu akamiz bilan juda bir qadrdon akadek bo'lib ketganmiz. Juda bir maslahat oldim. Eski agentlik kelsa, shunaqa mavzu berayotganlarki, menga 1 oylik maqsadingni yozib berdi, mana bunaqa shaklda blank berar ekanlar agentlarga. Men bular yozuvlari, maqsadlari bor ekan, menga juda ham yoqdi. Shularni men dildirlarga qo'ymoqchiman. Hamkorlarimizga qo'ymoqchimanki, hurmatli hamkorlar, mana shu shablonni biz tashlaymiz sizlarga. 1 oylik maqsadinglarni qanaqadir qisqa yozib berasizlar, Minna Tashkent Plastik kompaniyasi uchun. Ya'ni Tashkent Plastik ga qo'yilgan maqsadlar. Nima brend sotamiz, nech pulli sotamiz, uni sotish uchun nimalar qilamiz va hokazo. O'ta chiroyli yozilgan. Pergo'rlar bo'ldi, suhbatlashdik. Bularga ham yangi brendlarimizni, yangi maqsadlarimizni hammasini aytdik. Endi hozir fikr qildikki, maslahat qildikki, ertaga ham bir agentlarni yig'sak, ertaga ham bir agentlar bilan energiya fikrlarni maslahatlashib bo'lishadigan bo'lsak, qolganini ertaga qoldirsak aka, bugun ketdik ujinga, qorin ochdi dedilar. Ish ko'pligidan bizda qorin ochligi ham bilinmadi. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Yana qiziqlari hali oldinda inshaalloh. To'rtta savol beraman. O'ylamasdan faqat tez javob berasiz. Kelishdingmi? Faqat o'ylamang. Xo'p, bo'ladi. Qurt qanaqa rang bo'ladi? Oq, Qor qanaqa rang bo'ladi? oppoq, Kelin ko'yni qanaqa rang bo'lar ekan? oq va молочный. Sigir nima o'chadi? Sigir nima? O't yeydi. Nima? O't. Farg'ona viloyatida xizmat safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana bugun Farg'ona shahridagi hamkorlarimiz bilan, savdo vakillarimiz bilan uchrashdik. Mana sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. Mana maza qilib ko'rishib uchrashdik. Energiyaga boy, bir samimiy, haqiqatan odam maza qilib chiroyli suhbatlar bo'ldi. So'zimizni yakuni sifatida men Sa'dumarxon akamga so'z bersam deb bir chiroyli feedbacklar, chiroyli bir o'zlarini fikrlari bilan bo'lishsangiz aka. Hop. Rahmat shunchalik hurmat qilib keldilaring. Avvalo Ilhom aka sizga, Jasur aka rahmat. Anchadan beri bunaqa nimalar bo'lmayapti edi. Boshqacha bo'ldi. Gap yo'q. Energiya va shu to'la. Keyingi 1 milliard. Ilhom aka, avvalambor bizga vaqt ajratib kelib, Farg'onaga tashrif buyurganlaring uchun avvalambor Jasurbek aka, sizga ham rahmat. Juda ham yangi informatsiyalar oldik avvalambor.
chunki biz bilmagan qirralar, biz bilmagan natijalar, biz bilmagan ko'p narsalarga ega bo'ldik. Sababi yangi mahsulotlar, yangi brendlar, bundan tashqari bizga keladigan yangiliklar. To'g'risi bu yangiliklarni biz bundan keyin sotishda, misol uchun keyinchalik prodaja qilishimizda juda ham motivatsiya oldik. Mana o'zimni komandam bilan men bitta narsani sizga va'da qilaman. Bundan keyin siz bizni ishlashimiz jarayonimizda ishlashimizni shunaqangi natijasini ko'rasiz. Hozir men oldindan gapirmayman, natijasiga qarab turib bizga baho berasiz. Kelganlaring uchun, bizga shunaqangi motivatsiya berganlaring uchun avvalambor rahmat. Boshlig'imiz bilan natijasini sizga prodajasida ko'rsatib bera olamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Inshaalloh. Rahmat.